hamma aytadi, kichkina farzandlar erka bo'ladi deb, bilasan? Yo'q, ba'zi oilalarda ular prosta bo'ladi. Qanday tushunsa bo'ladi. Mana Spirgi bor, kichkina farzanddan bor, bo'ldi. Ular shu darajada kichkinaki, mana uydagi it ham undan 3 oylik katta-da, tushunyapsan? Mashlardan aqlli, mard, jasoratli, shijoatli, yengil emas dastavchi chiqadi. Chunki boshqa hech qaysi farzand kechqurun 1:30 da ertaga olsa ham oladigan pulni batareyasi uchun magazinga chiqib kelmaydi. Magazin yopiqligini bilsa ham. Magazin 2 oy oldin yopildi. O'zbekda kichigi bo'lguncha o'ris kuchugi bo'l deydi. To'g'ri, u darajada emas. Chunki o'ris kuchugini tepib qo'ysangiz qamalib ketasiz. Ona, O'zbekda kichigi 5 martagacha ruxsat. 5 marta abedgacha u. Hech qaysi o'ris o'zidan 1 metr narida turgan pulni olish uchun maktabda o'qib turgan itini chaqirib olmaydi-da. Erikkanidan. Lekin ana yo'q, bermayman desa, turib boshqa viloyatga quvlab borib urishga erikmaydi. Ya'ni kichkina farzandlarchi kiyimlar eski holatda ishlab chiqariladi deb o'ylaydi. U mayli, biror kun akalaridan so'kish eshitmasa, yangi yil o'lyaptimi deb o'ylaydi. To'g'ri.